Diqqat aholiga tezkor xabar. Davlat xizmatchilarining oylik to'lash tizimi tubdan o'zgarishi mumkin. Bugun shu haqda gaplashamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Davlat xizmatchilari uchun muhim yangilik e'lon qilindi. Endi oylik maoshini hisoblash tartibi tubdan o'zgarishi mumkin. Yangi tizimda ustama va mukofotlar qanday beriladi? Hozir shu haqda bilib olasiz. Iltimos ushbu videoni oxirigacha o'tkazmasdan tomosha qiling. Agar mamlakatimizdagi eng muhim va ishonchli yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling. Prezident Shavkat Mirziyoyevga davlat fuqarolik xizmatchilariga ish haqqi to'lash tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdim etildi. Ma'lum qilinishicha, amaldagi tizimda ish haqqining katta qismi turli ustama va mukofotlar hisobiga shakllanadi. Bu esa bir xil lavozimda ishlaydigan xodimlar o'rtasida katta maosh farqiga sabab bo'lmoqda. Yangi tizim bilan 54 ming nafar davlat xizmatchisini qamrab olish rejalashtirilgan. Taklifga ko'ra, xalqaro tajriba asosida 11 ta razryad va 6 ta pog'onadan iborat yangi ish haqqi tizimi joriy etiladi. Undan ortiq ustama va mukofotlar o'rniga 3 ta asosiy rag'batlantirish to'lovi qoldiriladi. Ular xodimning malakasi, ish samaradorligi, mehnat intizomi, tashabbuskorligi va erishgan natijalarga qarab belgilanadi. Shuningdek, muhim vazifalarni bajargan, innovatsion yondashuvlarni qo'llagan hamda yuqori natijaga erishgan xodimlarga qo'shimcha bonuslar to'lash ham nazarda tutilgan. Prezident mehnatga haq to'lash tizimi adolatli va shaffof bo'lishi, ish haqqi esa xodimning malakasi va natijalariga bevosita bog'lanishi kerakligini ta'kidladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirgan hamda malakasini oshirgan xodimlar uchun ham bonuslar joriy etish taklif qilindi. Eslatib o'tamiz, hozircha bu takliflar muhokama bosqichida bo'lib, yangi tizim hali rasman joriy etilmagan. Azizlar, bugunchalik bizda shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' va salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Izohlar qismida o'z fikrlaringizni qoldiring.